O'tgan yakshanbani qanaqa o'tkazdim? Shoshib pishib yuzimni ham yuvmasdan kelsam, manikyurga siz bugun 11 ga emas, 12 ga yozilgansiz deyshti. Keyin shartda yonidagi bon kafega kirib, mazza qilib zavtrik qildim. Keyin qo'limga ishlov berishni boshladik. Bu tug'ilgan kunim uchun maxsus manikyur bo'lganligi sababli alohida mehr berdi. Xo'sh, qalay yarashdimi? Ko'rdilam. Ana endi rimmellarni taqqan holatda keyingi manzilga yo'l olamiz. Bugun biznes uchrashuvimni Maratan Xitoy taomlari restoranida belgiladim. Mana mashaqa turgan narsalarni hammasidan ozgina olib, o'zingizlarning tabiiyligiga qarab tayyorlaysizlar. Bu Maratan ismli ovqatni Koreyada yurganimda ham mazza qilib yerdim va nihoyat O'zbekistonga kelibdi. Albatta achchig'idan zakaz qildim. Endi shuncha narsani yeb qo'ygandan keyin bu yog'larni va kaloriyani jig'ach qilish uchun men o'zimni yaxshi ko'rgan zalim Equilibriumga keldim. Premium klassdagi zal, ichki xotirjamlik va juda xushmuomala personallar xuddi hammasi men yaxshi ko'rganimdek mazza qilib terlab pishib, endi dam olish xonasida birozgina dam olganimdan so'ng muzdekina dush qabul qilamiz va to'laqonli расслаблениyaga kirish uchun undan keyin saunada ham birozgina o'tiramiz. Qo'shda yengil bo'lgan kunni Embassy Burgerdan set hamda qoraga limoncha olish bilan tugatamiz. Har kuningiz shunaqa maxsus bo'lsin. Xo'sh, sizchi yakshanbani qanaqa o'tkazdingiz?